Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Alif Yusuf va bugungi videomizda Minecraft 1.26.10 yangilanishlarini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa joylarga yaxshilab o'rnash olinglar. Men videoni boshladim. Agar sizlarga sifatli modlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimni mod kanalimni tavsiya qilaman. Bu mod kanalda faqat 1.21 dan katta versiyalar, masalan 1.21 00 dan katta versiyalarga modlar tashlanadi. Bir xillari undan ham kattaroq bo'lishi mumkin, lekin ko'pi mana 1.21 80 plus 4, mana 1.21 plus 4 hammasi shunaqa modlar. Bemalol kirib yuklab olasizlar. Bu animatsion, menimcha animatsion yo'q, anaqa kuchga mina olish modi ekan. Shunaqa modlar rosa ko'p. Bemalol kirib yuklab olsanglar bo'ladi. Mana bizga yangi qo'shilgan anaqalar, yangi emas, uning bolalari yaxshilangan. Tak, mana zombi otni bolasi, mana shunaqa edi, lekin ko'zi o'zgargan. Mana zombini bolasini ham ko'zini katta qilib qo'yishibdi. Hop, yuzilarning rangi sariq o'zgargan, ovozlari ham o'zgargan. Molli bolasiga mana kichkina shoxcha qo'shib qo'yishibdi o'zi. Tak, otni bolasi menimcha otni bolasi o'xshanaqa bo'lmadi. Yo'da cho'chqa bilan voy, bu birlashib ketdi. Tak, bolalari ham o'zgargan. Cho'chqani mana bitta qo'yi bolasi. Tak, keyin o'nta tuya, manta oti nima edi? Uchib o'tsa ham bo'ladi, kreativ. Mana bu tuyani bolasi bilan o'zi, mana bu bolasi ham normalniy chiroyli bo'lib qolgan. Tak, keyin esa eshakning jigarrangi mushuchalar, voy, mushuchalar вообще chiroyli. Onasidan ham chiroyli bo'lib ketgan. Ko'zini faqat qorachig'i qilinmagan ekan. Tamki voy, anaqa zombi qo'ymoqchiman, esdan chiqib qopti mana. Mana uni bolasi, mana zombiga aylangan pigmenlarning bolasi, mana buni ko'rsatdim. Shular. Agar bu mod kerak bo'lsa, mod emas, to'g'ri, bu Minecraft kerak bo'lsa, men Telegram kanalimdan topasizlar. Men u Telegram kanalni ko'rsatganman. Hozir endi bitta boyga anaqalarni ko'rib chiqamiz. Va yana bir anaqa bolalari bor degan, bolalari bor moblarni anaqa qildim. Bu mana BBC chiroyli ko'rinishda bo'pti, mana quloqlari, animatsiyalar, wow. Mana bu ham normal. Mana bolasi, mana o'zi o'sha edi, menimcha tag'in bilmadim. Mana voy, bu kichkinasi вообще boshqacha ekan. Ko'rasizlar, вообще o'zgartirib ketishgan. Endi mana zombi bolasi, buni suvda ko'rsatmasa bo'lmaydi. Mana ona zombi, mana bola zombi. Menimcha o'shalar. Shu zombisi menimcha anaqada qoldi, nimalarni o'qiladi, qayoqqa ketsa. Tak. Nima bor? Voy, savdogar. Bolasi ham normal. O'sha har bir zombini anaqasiga o'xshab qilingan ekan. Yo'dan so'ra ketadi, ovoz вообще. Tak, keyin mana u skeleti bolasi bo'lmaydi aytgancha. Villager bolachasini ko'rib, wow, men buni qaranglar, chiroyliligini, o'zgarib ketganini ko'rasizlarmi bolachani? Mamni ham bolasi bor edi. Har bir sigirlarga o'xshashdi yana. Lama. O'z bola ekan bular. Mana bolasi ham chiroyli bo'lib ko'rinishga kelibdi. Yana nima qoldi? Bolasi bo'lmagan narsalarni ham anaqasini, voy, yana qurbaqani bolasi bor ekan. Tak. Baliq-ku bu. Qurbaqani bolasi shunday baliq bo'ladi. To'ppa-to'p.
Tak, mana qurbaqa ham bibisi. Bibi. Tak, mana toshbaqa. Buni ham o'zgartirishibdi. Qani bo'ling. Voy, yana kichkina, voy, oldin katta bo'lardi. Tak, Nautilus bolasi. Voy, buni ham bolasi o'zgaribdi. Ko'zi o'zgaribdi. Tak, yana nima qoldi? Mana bor edi, buni ham bolasi. Wow, o'zgaribdi bu. Tak, buni qildik. Mana buni edi. Baliq ekan. Menimcha baliq o'zgarmagan. Gepard. Mushuk. Короче. Voy, katta mushuk. Bro, to'xtang. Hozir mushuk zo'r qo'raman. Bolasi ham oddiy mushukka o'xshab chiroyli. Короче, panda qoldi. Bo'lachasini, xo'sh, bobo bo'lib ketibdi-yu bolasi ham. Voy, boboni bolasi ekan, shu uchun bobo bo'libdi. Chiroyli animatsiyalar berilgan. Minecraft kundan kunga reallashib va zo'rlashib bormoqda, lekin ancha zo'r o'yinlar yo'q. Minecraft legenda deganlar bitta kommentga Minecraft so'zini qoldirib, mana shuncha mehnat uchun bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Alifuzi B va shu bilan bugungi video tamom. Nima skin o'zgardi deganlar uchun skinim Minecraftga negadir qo'shilmay qoldi. Shu uchun mana shu ko'k kishim kiyib olgan anaqani kiyib oldim, qo'yib oldim. Baribir lekin normal bu ham turibdi zo'r ekan. Skin yoqib qoldi, balki shunday o'tib ketishim mumkin, lekin o'tmayman. Hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Sizlar bilan Alifuzi edi.